Boshlashdan oldin aytib qo'yay, kimdir mana shu videodan $5000 depozit yutib olishi mumkin. Bu shunchaki sovg'a, rost sovg'a. Buni qanaqa olishni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Tak, boshladikmi? Va nihoyat, siz shu videoni topdingiz. Mana shu videoda siz qanaqa qilib trading uchun $5000 dan $100,000 gacha depozit olish yo'lini, prop o'zi nima, kripto prop nima, hash bu nima va hash da qanday savdo qilinadi, challenge dan payoutgacha reklamasiz shaxsiy tajribani ko'rib chiqamiz. Biz videoni boshladik. Hash ni obzor qilishdan oldin birinchi savol: prop o'zi nima? Prop kompaniya. Bu atama oxirgi 2-3 yilda ommalashdi. Kim prop nimaligini bilmasa, bu treyderlarni imtihon qilib, ular ichida yaxshi natija qilganlariga katta depozit berib, ularni treyderdagi foydasidan ulush oladigan kompaniyalar. Propni o'zi ma'nosi bu xususiy. Bu degani treyder o'zini pulini risk qilmasdan, xavf ostiga qo'ymasdan kompaniya xususiy kattaroq depozitini olib, shu bilan trade qilishi mumkin. Endi kripto prop tushunchasi oxirgi 1 yilda paydo bo'ldi. Bu yerda qoidalar deyarli bir xil, faqat atamalar sal farq qilishi mumkin. Misol uchun imtihon challenge deyiladi. Agar siz challenge dan muvaffaqiyatli o'tsangiz, sizga real shot ochib berishadi. Mana shu yerda savdo qilib, foydangizni 80, даже 90% ni ham olishingiz mumkin. Endi videoni mavzusiga keldik. Hash bu nima? Hash bu birinchi kripto prop kompaniyalardan biri. Men nimaga bu kompaniyani tanlaganim? Bu kompaniya o'tkazgan turnirda qatnashganim haqida bundan oldingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Hozir qisqa qilib aytsam, vaziyat shunaqa bo'ldiki, taqdir taqozosi bilan mana shu kompaniya ichki xodimlari bilan men shaxsan ko'rishish imkoniyatiga ega bo'ldim. Va ular bilan ko'rishganimda men hamma savollarimni berib, ichki hamma qoidalarni o'rganib, hamma yo'g'ini bilib qaytib keldim. Va hozir shu kompaniyada aktiv trade qilyapman, chunki men ishonishim mumkin bo'lgan yagona kompaniya hozircha shu. Va hozircha hech qanaqa muammo bo'lgani ham yo'q. Endi hash saytini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hash saytiga kirishimiz bilan eng muhim bo'limi, ya'ni pastga tushamiz. Pastda bizni challenge'lar bo'limi kutib oladi, ya'ni depozitlar olish. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, $5000 dan $100,000 gacha depozit olish imkoniyati bor. Har bir depozitni o'ziga yarasha narxi birinchi o'rinda va qoidalari bor. Misol uchun siz $50,000 depozit olmoqchi bo'lsangiz, $399 to'lov qilishingiz kerak. Bu challenge to'lovi. Challenge bu nima? Bu imtihon. Pastda ko'rsatilgan, ya'ni imtihon ikkita etapdan iborat. Birinchi etapda siz imtihondan o'tish uchun mana shu $50,000 depozit bilan 8% profit qilishingiz kerak. Shunda siz ikkinchi etapga o'tasiz. Ikkinchi etapda siz 6% profit qilishingiz kerak. Profit qilganingizdan keyin siz 3-etapga o'tasiz. 3-etap bu real shot. Ya'ni siz o'sha bu yerda hech qanaqa imtihonsiz har bir ishlagan summangizni, ishlagan foydangiz 80% ni olishingiz mumkin. Lekin hammasi bunaqa oson emasda. Eng muhim qoida bor. Bu qoida sizni yo'qotishingiz limiti. Siz yo'qotishingiz mumkin bo'lgan, bir kun ichida yo'qotishingiz mumkin bo'lgan foiz bu 5%. Umumiy yo'qotishingiz mumkin bo'lgan foiz bu 10%. Ya'ni siz $50,000 depozit bilan bir kun ichida $2,500 dan ko'p pul yo'qotmasligingiz kerak. Umumiy siz $5,000 dan ko'p summa minus qilmasligingiz kerak. Minus qildingizmi, challenge kuyadi. Siz boshqatdan yana to'lov qilib imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda yana ko'rsatilgan minimalniy savdo kunlari. Bu siz savdo qilishingiz shart bo'lgan kun. Bu 5 kun. Siz agar imtihondan 8% profitni bir kunda qilgan taqdiringizda ham yana 4 kun savdo qilib berishingiz kerak. Lekin maksimalniy kun hech qanaqa chegarasi yo'q. Xohlasangiz 1 oy, xohlasangiz 2 oy savdo qilishingiz mumkin. Imtihon paytida sizni hech kim vaqtdan chegaralamaydi. Yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu plecho, ya'ni risk. Maksimum 5-plechogacha olishingiz mumkin savdo paytida. Har bitta bosqichda bir xil bu narsa. Kimgadir bu ko'p, kimgadir bu kam. Misol uchun men uchun bu ko'p. Mana shu yerda yana bir aytib ketishim kerak. Depozit tanlashning ham o'zini qonun qoidasi bor. Misol uchun hamma birinchi $5,000 depozitni olmoqchi bo'ladi. Lekin bu depozitdan juda katta natija kutadi. Asli $5,000 depozitda noqulayliklari juda ko'p. Birinchi o'rinda noqulaylik. Kunlik yo'qotish 5%. Bu degani $250 bu depozit bilan. Ya'ni $250 siz yo'qotish qildingizmi, bo'ldi, depozit kuyadi. Manevr qilishga juda ham imkoniyat kam. Xuddi shu misol uchun limit $100,000 depozit bilan bu deyarli $5,000 bo'ladi. Siz $5,000 bir kunda yo'qotmasligingiz kerak. Manevrga imkoniyat ko'p, bemalol trade qilish mumkin. Umumiy yo'qotish вообще $10,000 birinchi bosqichda, вообще $8,000. $8,000 yo'qotmagunizcha bu depozitni boshqaraverasiz, foydasini olaverasiz. Bu tarafini ham hisobga olishingiz kerak. 5,000 ni faqat test uchun
sinab ko'rish uchun olayotgan bo'lsangiz, shunaqa natija kuting bundan. Asli agar уже trade qilishni более-менее bilsangiz, o'rtacha depozitdan 25 mingdan yoki 50 mingdan boshlash kerak. Endi biz challenge ni tanladik deylik. Misol uchun 50 ming dollarlik challenge. Biz bu yerda startni bosamiz. Shunda biz ro'yxatdan o'tish bo'limiga o'tib qolamiz. Bu yerda ismni, ismdan keyin mana bunaqa probel qolib ketmasin. Ko'rdinglar, qizil chiqib qoldi. Probelni o'chiramiz. Hasanov. Mana bu yerga email. Pochtani yozib, yonidagi get code tugmasini bosamiz. Kapchani to'ldiramiz va kodni kutamiz. Kod pochtaga kelishi kerak. Kod keldi. Kodni olamiz. Mana shu vesh registratsiya, mana shu yerda o'zi bo'ldi. Parol o'ylab topamiz. Parolni tasdiqlaymiz va mana bu yerga qanaqadir sizni taklif qilgan odam bo'lsa, shuni kodini yozib ketishingiz mumkin. Registratsiyani bosamiz. Shunda bizda mana bunday ekran ochiladi. Biz tanlagan challenge. Mana bu yerga ism kiritamiz. Misol uchun mana Timur. Ismdan keyin probel bo'lmasligi kerak. O'zbekiston bemalol VPN bilan trade ochish mumkin. Hech qanaqa IP da chegaralar yo'q. Men buni menejer o'zidan so'rab olganman. Hech qanaqa Rossiyada ochib, keyin O'zbekistonda ishlatish ham mumkin. Hech nima qilmaydi. Toshkent. Email adres kiritamiz. Misol uchun adres kiritganingizdan keyin mana bu yerda eng pastida telefonda ham tushirsangiz chiqadi. Click here to enter your code degan joyi bor. Ya'ni mana shu yerda bosadigan joyi bor mana bunday rasm bilan. Bu yerga mabodo sizda skidka uchun kupon, kod bo'lsa yoziladigan joyi. Skidka uchun hozircha yaxshi promokod bor. Kim olmoqchi bo'lsa, pastda link bor, o'shanga promokod deb yozsa berishadi. Mana bu yerga promokodni qo'yganingizdan keyin place orderni bosasiz. Bosganimizdan keyin mana bu menyu ochiladi. To'lov USDT da qilish kerak. Set tanlaysiz, eng yaxshi arzon set TRC20 confirmni bosasiz. To'lov $399 30 daqiqa vaqt berdi. Mana bu yerda skaner qilib yoki pastda adresi bor. Mana shu adresini kopiya qilib, ko'chirib olishga bosib, shu adresga 399 USDT jo'natish kerak. Endi USDT ni hozir O'zbekistonda olish yo'llari, misol uchun Telegramga kirib, P2P bo'limiga o'tib, so'm evaziga USDT ni sotib olasiz, keyin o'sha yerdan to'g'ri mana shu adresga TRC20 ga jo'natasiz. Xo'p, siz challenge ni oldingiz. Sizda mana bunday shaxsiy kabinet paydo bo'ladi. Hozir bu meni shaxsiy kabinetim. Bu yerda meni challenge'im turibdi. Bu challenge'lar akkaunti. Mana bu yerda trader akkauntida challenge'dan o'tilgan уже real shotdagi funded akkauntlar turadi. Siz bilan shaxsiy kabinetda obzor qilamiz. Sizda bu yerda trade knopkasi bor, dashboard knopkasi bor. Hech qanaqa MetaTrader, CTrader ular shart emas. Hashhash ni o'zini shaxsiy terminali. Binance IP orqali ulangan. Hamma likvidnost Binance dan olinadi. Terminal ham Binance bilan birga bir. Dashboarddan boshlaymiz. Dashboardga kiramiz. Bu yerda birinchi o'rinda statistika turadi. Menda $100 ming shot, bu yerda profitis, realizovanный, нереализованный profit ko'rsatadi. Limitlar mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi etapdan o'tdim men, ikkinchi etapdaman. Uni ham 4 kun o'tib ketdi. Normalni savdo qila olmayapman. Endi hozir 5-kun bor. Farqi yo'q. Ya'ni 20 kun savdo qilaman xohlasam, men $6 ming profit qilib bersam bo'ldi. Dashboardda hammasi tushunarli ko'rib turasiz. Endi savdo qilish uchun o'ng tarafda trade bo'limiga trade'ni bosasiz. Mana challenge. Trade'ga kirasiz. Sizda terminal ochiladi. Terminal birga bir Binance. Hamma yo'q maksimal tushunarli. Xo'p, mana bu yerda aktivlar tanlaysiz. 100 dan oshiq, 120 dan oshiq aktiv bor. Mana bu yerda savdo ochish uchun terminal, bu yerda mana plicho tanlaysiz. Binance ishlatganlar hammasi tushunib turibdi o'zi. Hozir sizlar bilan darsh savdo ochib ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana shu yerda misol uchun short ochmoqchimiz. Market, plichosiz. Mana bu yerga summani yozasiz. 2500 USDT da shortga. Confirm. Mayli, сделка ochildi. Сделка ochilganidan keyin mana bu yerda stop yoki teklarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Stop take qo'yish ham xuddi o'sha Binance. Bu demak challenge account. Sizning vazifangiz demak bu yerda o'sha profit qilish. Endi biz trader akkauntini ko'ramiz. Bu trader akkaunti, bu o'sha funded account. Bu yerda funded accountda bilishingiz kerak bo'lgan narsa pul chiqarish, payout qilish tartibi. Har 14 kunda pul avtomatik tarzda o'z hamyoningizga tushadi. Pul chiqarish knopkalarini bosish yoki har xohlagan paytingiz chiqarish imkoniyati yo'q. O'zi tushadi. Hashhash ni bitta qonuni bor. Mabodo pul 14 kun ichida sizga tushmasa, 3 kun vaqt o'tib ketsa, 4-kun sizga ular sizni pulingizni 3 barobar ko'proq summa qilib tushirib berish majburiyati bor. Buni men
bosh menejer bilan stream qilganimda ham bu mavzuni ko'targanman. Haqiqatdan shu qoida borligini, majburligini hech bunga aytdi. Mana bu yerda payout bo'limida ko'rib turishingiz mumkin. Mana menda misol 2-oktyabr payout $98, keyin shu bilan $414, 2-oktyabr bu ham 31-oktyabr mana $1200, 1421-oktyabr. Bu avtomatik o'zi kiritib qo'ygan mana hamyonim bor. O'zgartirmoqchi bo'lsangiz mana bunga bosasiz yoki boshqasini kiritib qo'yasiz yoki shu turaveradi. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa payout haqida shu. Foydani 80%. Bu ko'tarilishi ham mumkin. Keyinchalik tredingizga qarab, sizni natijalaringizga qarab 80, 85, 90% gacha ham chiqishi mumkin foyda. Yana bitta muhim masala bor. Endi depozitni oldingiz ham deylik. Depozitni olgandan keyin bitta o'zim qolamanmi? Qanday trade qilaman? Qiynalaman. Hech kim yordam bermaydi degan savol bo'lishi mumkin sizda, tabiiy. Mana shu savolga, mana shu muammoga ham yechim bor. Men hozir Telegramda yopiq community ochganman. U communityda kim hech savdo qilayotgan bo'lsa, aktiv depoziti bo'lsa, bemalol u communityga bepul kirishi mumkin. Eng muhimi, bu yerda hech qanaqa signal yo'q. Chista tajriba. Kim qanaqa challengedan o'tyapti? Ma'ni aytgan bu. Shu communityga qo'shilish uchun video tagida link bor. Soyuz degan. Soyuzga qo'shilmoqchiman deb yozing, link bo'yicha o'tib. Qolganini tushuntirishadi. Bo'ldi, tayyor. Shu bilan videoni tugatsak bo'ladi. Eng muhim narsa esdan chiqmadi. Depozit, $5000 depozit bir kishiga sovg'a qilinadi. Bu depozitni olish uchun mana shu videoga like bosib, kommentariy qoldiring. Va men bir kishining kommentariyasiga javob beraman. Tagida siz $5000 yutdingiz deb yozib ketaman. O'sha kommentariy egasi keyin menga Instagramdan screenshot jo'natsa, bo'ldi. Depozit qanaqa olishi o'sha yerda o'ziga ko'rsataman. Menimcha hech qanaqa muammo qolmadi. Hech qanaqa savol yoki to'siq ham qolmadi. Boshlamoqchi bo'lsangiz, video tagida link bor. Bugundan boshlab Soyuzda ko'rishamiz.